Og'izga kelganini qaytarmay gapirish bu nodonlik. So'z bu oddiy narsa emas. So'kinib haqoratlash bu inson qalbiga til bilan jarohat, dilga ozor berishdir. Pichoq bilan yetkazilgan jarohat qanchalar og'ir, chuqur bo'lmasin, uni davolash imkoni bor. Ammo til bilan biror kimsaga zarar bersangiz, uni asorati bir umrga qoladi, tuzalmaydi. So'zlarimiz shifo bo'lsin, sizdan keyin insonlar qalbida muhrlanib qolsin. Zero til qalb cho'michidir. Qalb qanchalik sof bo'lsa, tildan shunchalik go'zal so'zlar chiqadi. Aksincha bo'lsa, faqat zahar tomadi. So'kmang, qarg'amang. Bir kun bu dunyodan hamma o'tadi. Dilozorlar ham, shirin suxanlar ham. Boshqalarning oldida yaxshi ko'rinishga urinib, o'zingizni charchatmang. Chunki bu umr shundayki, ko'z ochib yumguningizcha o'tadi ketadi. Hammani ko'nglini birday ololmaysiz. Har kimni o'zini qarashlari bor. Misol uchun, sevganlarimiz nazdida eng yaxshisimiz. Bizni yoqtirmaydiganlar nazarida yomonmiz. Hasad qiluvchilar nazarida kibrli, mag'rur ko'rinamiz. Sababi u o'zini nazari bilan qaraydi bizga. Do'stimiz uchun esa ajoyib qadrli bir insonmiz, chunki u bizni yaxshi ko'radi. Hammani o'zini nuqtai nazari bor. Demak, barchaga teng yoqishni imkoni yo'q ekanmi? Shunday ekan, yetib bo'lmaydiganni tark qilinmaydiganga yetishing. Tinmay harakat qilaman, omadim nega kelmaydi deb ba'zan nadomat qilamiz. Mehnatlarimizni barakasini yolg'onlarimiz, maqtanchoq tilimiz, dilozorligimiz yuvib ketarkan. Hasad qilyapmiz, baxillik, g'iybat qilyapmizmi? Savobli ishlarimiz uchdi ketdi. Bu oddiy, lekin biz unutib qo'ygan haqiqatlar. Qalbni tozalash uchun eng yaxshi yo'l bu yomon ko'rgan va o'zingizga dushman deb bilganlaringiz uchun duo qiling. O'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, aynan shu yaxshiliklarni tilang. Yuragingiz yumshab, ruhingiz yengil bo'lib borayotganini sezasiz. Baxtli bo'lish yo'lini topib bilib olasiz. Birovni yomon ko'rib qolayotganingizni fahmlagan zahotingiz darrov o'zingizga hay, sekin. O'zingiz ham farishtamassiz deb eslatib qo'ying. Tez xafa bo'ladiganlarga eslatib o'tmoqchiman. Atrofdagi insonlar siz va bizga nimadir qilishga majbur emas. Hayot nihoyatda qisqa va uni arazlashlar uchun sarflash nodonlik-ku. Xafagarchilik o'zi qayerdan paydo bo'ladi, bilasizmi? Behuda kutishlardan. Yaqinlarimizni xatti-harakati bizlarning talablarimizga mos kelmasa, nima qilamiz? Darrov xafa bo'lamiz. Sababi biz kutamiz va baxtsizligimizning negizi ham aynan mana shu. Chunki kutuvlar bizni baxtsiz qilar ekan. Misol uchun, siz do'stingizdan sizni tushunishini kutasiz. Balkim u shaxsiy muammolari bilan banddir, lekin siz kutyapsiz-da. Buni to'g'ri tushunishdan ko'ra xafa bo'lish osonroq, to'g'rimi? Aslida yana ko'plab misollarni keltirish mumkin, ammo ularni ham har birida umidsizlik va e'tirozlar mavjud negizida. Keling, o'zingiz qilmagan ishni boshqalardan kutmang. Tinmay harakat qilaman, omadim nega kelmaydi deb ba'zan nadomat qilamiz. Mehnatlarimizni barakasini yolg'onlarimiz, maqtanchoq tilimiz, dilozorligimiz yuvib ketarkan. Hasad qilyapmiz, baxillik, g'iybat qilyapmizmi? Savobli ishlarimiz uchdi ketdi. Bu oddiy, lekin biz unutib qo'ygan haqiqatlar. Qalbni tozalash uchun eng yaxshi yo'l bu yomon ko'rgan va o'zingizga dushman deb bilganlaringiz uchun duo qiling. O'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, aynan shu yaxshiliklarni tilang. Yuragingiz yumshab, ruhingiz yengil bo'lib borayotganini sezasiz. Baxtli bo'lish yo'lini topib bilib olasiz. Birovni yomon ko'rib qolayotganingizni fahmlagan zahotingiz darrov o'zingizga hay, sekin. O'zingiz ham farishtamassiz deb eslatib qo'ying.